Agar oddiy blinchikdan zerikkan bo'lsangiz, xuddi shu retsept orqali koreyskiy blinchik tayyorlab ko'ring. Bu juda ham foydali va mazali chiqadi. Bu blinchikka oddiy ko'k piyoz yokida xitoycha ko'k piyozni ishlatsanglar bo'ladi. Kabachok bilan ko'k piyozni shunaqa kichkina salomka qilib kesib olamiz. Bu blinchikka Koreyada xuddi shunday un ishlatishadi. Bu unning ichida tuzlari va boshqa ziravorlari qo'shilgan. Lekin oddiy undan ham qilsanglar bo'ladi. Faqat tuzini tabiiylarga moslashtirib qo'shishinglar kerak. Hamma masalliqlarimiz qo'shilgandan keyin suvdan ozgina qo'shib, bemalol gazda pishirsanglar bo'ladi. Suvi bilan unni ko'p qo'shib yormanglar, chunki faqat xamirni ta'mi kelib qoladi. Shunday qilib yog'ni ko'proq quyib, ikki tomonini yaxshilab qovurib olasizlar. Shunaqa blinchiklar uchun alohida koreyskiy sous bor. Hozir qaynonam tayyorlab ko'rsatib beradi. 4 osh qoshiq soyavoy sousga kichkina qoshiqdan 2-3 qoshiq quritilgan qalampir va ozgina qora murch bilan bitta qalampirni ichiga qo'shib olsanglar bo'ladi. Qovurilgan kunjut bilan ozgina kunjut yog'ini ham qo'shib olsanglar juda ham mazali chiqadi. Oxirida esa kichkina qoshiqdan 3 qoshiq olmali uksusdan qo'shib olsanglar juda ham mazali chiqadi. Bu yog'i esa mukbang yoqimli ishtaha.